Ravshan aka, tog'larda shug'ullanmagan sportchilar nimaga oktagonlarda janglar yutqazib qo'yapti? Aktual mavzu bo'ldi oxir kunlarga qaraganda. Sababi professional sportda high altimeter training degan narsa bor. Bu ya'ni dengiz sathidan 1200 metr balandlik va undan yuqori balandlikda har qanday professional sportsmen shug'ullanishi shart. Chunki bunday hududlarda kislorod bilan to'yinishi darajasi past bo'ladi va shug'ullanganda gipoksiya holatida shug'ullanadi. Bu turnirlarga borganda real janglarda chidamlilikni oshirishga yordam beradi. Tog'da shug'ullanish qimmatmi? Nimaga hamma shug'ullana olmaydi? Endi aslida qimmat emas, lekin bizda qimmat. Chunki bizda asosiy qurilayotgan joylar, dam olish maskanlari, mehmonxonalar u faqat o'rta premium darajada qurilyapti. Lekin sportsmenlar uchun byudjet bob joylar kerak. Shunga mana shu joyda qurishimdan maqsad tog'li hududda byudjet bob sportsmenlar uchun sharoitlari bo'ladigan optimal variant taklif qilamiz. Demak, bu yerda hamma shug'ullana oladi. Hamma emas, endi professional sportsmen bo'laman degan va unga katta byudjeti bo'lmagan har qanday odam bemalol shug'ullana oladi. Qachon tayyor bo'ladimi? Inshaalloh birinchi etapini mana shu yil yozga bitirishga harakat qilyapmiz.